Hammaga xayrli kun o'rtoqlar. Kun qizigandan qiziyapti. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan MCS deymiz. Odamlarni uyma-uy yurib, karnay orqali diqqat. Ya'ni mana shunday ruhda zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmanglar, chunki 45-47 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda va bu xavfsiz emas mazmunidagi bir videoga ko'zim tushdi. Ko'tarilishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan soat 12:00 dan 16:00 gacha zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslikni, ayniqsa bolalaringizni issiqda qoldirmasligingizni hamda quyosh ta'sirida qolgan oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlarini iste'mol qilmasligingizni so'rab qolamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni salomatligini asrang. Sizlarga respekt, sizlarga rahmat aslida. Odamlarni mana shunday ogohlantirganingiz uchun, ammo bunday ogohlantirish bilan chiqishi kerak bo'lgan qolgan tashkilotlar qani? Qayerdasizlar? Nima uchun to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida bo'lish inson salomatligi, xususan inson terisiga zarar yetkazishi mumkinligi va alohida holatlarda teri raki, teri saratonini chaqirishi mumkinligi haqidagi bayonotlar qani? Nega jimsizlar? Nega gapirmayapsizlar? Qani tashabbus? Qani mavsumiy, ya'ni arzonlashtirilgan yoki mutlaqo ma'lum bir oylar davomida tekin bo'lish kerak bo'lgan tonirovka borasidagi tashabbus qani? Shunchalik baribirmi sizlarga? Yo yalinishimiz kerakmi? Tiz cho'kib yalinishimiz kerakmi? Ozgina qulaylik yaratib beringlar deb. Mana bu kamarni taqmaganligim uchun jarimaga tortishadi. Sabab nima uchun jarimaga tortasiz? Sababi favqulodda holatlardagi yo'l transport hodisasi yuz bergan vaqti bu xavfsizlik kamari seni va yoningdagi odamni jonini saqlab qolishi mumkin degan nazariya bilan katta ehtimol bilan ilgari qadam tashlashadi. Ammo nima uchun xavfsizligim uchun xizmat qiladigan boshqa bir faktor, ya'ni oyna misolida men iltimos qilib yalinishim kerak sizlarga. Iltimos ruxsat beringlar deb. Bu nima absurd, bu nima zaмкнутый kruг. Bu mantiqsizlikni, bu shafqatsizlikni yechimi bo'lish kerak. Qani qonun ijodkorlari? Qani sog'liqni saqlash vazirligi? Qani men haqimda qayg'urayotgan yoki qayg'urishi shart bo'lgan deputatlar qayerdasizlar? Ahamiyati yo'q ayrim masalalarda juda ham katta muhokamalar o'tkaziladi, ammo mana bunday haydovchilar hamjamiyati uchun xizmat qiladigan qonun loyihalari nima uchundir qayerdadir mudrab yotadi. Xuddi ayrim deputatlarimiz yoki ayrim qonun tashabbuskorlarimizga o'xshab.